Ostipan ashulasini na man, na Lola aytolmaydi. Masalan, to'g'risini aytish kerak. Men o'zidan juda ham ijodini yaxshi ko'raman. Uni nolishlarini. Ozoda bilasizmi, menga Ozodan nimasi yoqadi? Ko'p gapirmaydi. Xalqimiz qanchalik intizor bo'lib kutadi Ozodapam konsertlarini. Men ham shularning qatoridaman. Muxlisman Ozodapamga. Albatta. Ustozimiz Ozoda Nursaidovani taqlid qilib, albatta Ozodaxon Nursaidova didli ayolda, baribirda meni nazarimda shunaqa deb o'ylayman. Yor aytmang yor. Mana shu yoshligimdan birinchi marta shu qo'shiqlarni eshitishimdan eng meni sevgan Ozodapani yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Umringiz uzoq bo'lsin, Ozodapa tabriklayman. Bu unvon uchun qilinadigan mehnatlarni allaqachon-qachonlar qilib bo'lgansiz. Это песня из репертуара Озоды Нурсаидовой 2003 года. Альбом ее, помню, покупал я этот диск. Yoshligida chiqib yotgan paytlarimiz edi. Kamtarim bo'lgan deganlar menga. Bomir aka, sizga gapingizga qo'shilaman. Bu tarozi og'ir qo'shiq. Biz bu qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganmiz. Ozodapa, sizni qo'shiqlaringizni yoshligimizdan juda ham yaxshi ko'rib, sevib eshitganmiz. Siz qalbingizda o'zingiz ismingizdek ozoda, toza san'at bor.